darhol tashlayapti Babayan. Darhol tashlayapti oyog'iga. Va jangni tartib o'tkazmoqda. Yana Gilyotina ham oyoqlarni o'tkazmasa Gilyotinadan foyda yo'q. Mahkam ushlab olyapti G'ufronov. Oyog'ini o'tkazmagan, xavf yo'q. Va hozir raqibni charchashga harakat qiladi. Bunday zarbalar jigarga, bir nuqtaga berilgan zarbalar ularga ta'sir ko'rsatib qo'ymaydi. Oyog'ini o'tkazishga harakat qiladi G'ufronov. Mana shu oyog'ini o'tkazishga imkon bermaydi. Muxlislar olqishlashyapti, hozir imkon qadar qo'llab-quvvatlashga harakat qilishyapti vaziyatda. Babayanov esa boshini chiqarib oldi. Sayt kontrol yontarafini nazorat. Zarba bilan, yana bitta zarba. Oktagon chetidan unumli foydalanyapti G'ufron. Ammo oxirigacha imkon bermayapti. Yana bir zarba. Yana yiqitishga muvaffaq bo'lmoqda. Ko'p zarbalar qabul qilib olgan edi Babayanov birinchi raundda. Ikkinchi raundda buning uchun revansh olyapti. Yana bir zarba. Bog'lamni yechmayapti umuman. Yana yiqitishga muvaffaq bo'lyapti. Nazoratdan chiqarib yubormayapti. Zarbalar yo'nalishga urinayapti. Va gal. Ehtiyot bo'lish lozim. Greplingi yaxshi bo'lgan sportchi submissionga ham yaxshi boradi. O'sha ikki marotaba xavf tug'dirdi. Gilyotinada hozir esa o'sha yoki avvalgi uni shamalga oshirishi mumkin. Atayin kuzatyapti Babayan. Raqib ochilishini biroz sust harakat qilishini, ground and poundga tayyorgarlik ko'rmoqda. Uning uchun zarbalar yo'llash kerak. Faol himoya bor. Va zarba o'tyapti. Endigina xavf gard olaman deganda yana gardni yopyapti. Ikkita zarba o'tdi, ikkita zarba. Zarbalarni qabul qilib olgach, qanday aylantirib tashlayapti mana bu holatda raqibini. Juda chiroyli, juda ham chiroyli. Belgiga to'liq nazoratga o'tmayapti. Boy belgisi kelmayapti o'sha nazoratni. Yana yon taraflama. Gard yopilyapti. Bunisi ham kerak deb aytib o'tmoqda. Va ground and pound Hammerfield. Yana qo'l zarba o'tyapti. Bu comeback bo'ladi agar xuddi mana shu alfozda yakuniga yetkazilgan bo'lsa ikkinchi raundda jangni. Sardor Babayanov. Kerak yana bitta kuchli zarba. Juda muhim mana shunday pallada. Nafasni ham o'tlab olish kerak. Qachinamas qo'llarni bog'lab olgan G'ufronov Munavvar. Mana shu xavf, o'sha xatar. Va turishga bo'lgan urinish. Ana endi oyoqqa bo'lgan hamla. Hamla bor oyoqqa, hamla bor. Hech kerak emas. Dasini bukkan holda hozir raqibga yaqinlashyapti. Har bir o'sha kichik imkoniyat bo'lsa ham undan foydalanishga urinmoqda. Tojikistonlik sportchi. Urinmoqda. Darvoza pallasini endi o'z tomoniga ag'daryapti. Qoya. Endi G'ufronov mening navbatimda hozir hujum amalga oshirmoqda. Hammerfield yana qorinbosh zarba. Yon taraflama birinchi o'ng qo'lda, keyin chap qo'lda boshladi. O'ng qo'lda qorinbosh, chap qo'lda kuchisi chekiladi. Nima deyman, ikkala sportchida ham, do'stlar. Yorqin jang. O'zgartiryapti. Tarozi palasini bu tomonga va zarbalar yo'llashga muvaffaq bo'lmoqda. Munavvar hozir mountga o'tishga harakat qilib ko'rmoqda. Tizzasini qorniga yukladi. Yana yaqinroq olib boryapti. Xarakter borasida muammo yo'q. Har ikkala sportchilar ham bor ekan-a. Yetarli darajada ekan-a. Jangchilar do'stlar. Yana bir ajoyib raund.
endi sekundantlarga ko'p narsa bog'liq bo'ladi. Ko'p narsa.